Masalan, insonlarning o'rtasida shunaqa narsa borki, inson bittasi bilan xafalashib qolsangiz, shuncha yillik do'stligingiz bor-ku, qalin do'stingiz bir-biringizga bo'lgan bir mehr oqibat bor, muhabbat bor. Lekin sizga bir yomonlik qildi, xiyonat qildi. Shu do'stingiz kelib sizdan kechirim so'rasa ham kechirib yuborishingiz mumkin, lekin mantingizni qolib ketadi baribir. Oldindagi yaxshi ko'ra olmaysiz, tushunasizmi? Chunki sindi mantingiz, sinib qoldi. Lekin Alloh taolo o'zini tanishtirganda G'ofurul Vodud deyapti. U kechiruvchi, keyin ketidan yaxshi ko'raveradi. Ya'ni shuncha qilgan gunohlaringizni o'tib yuboradi. Emasmi? Ko'rmagandek qilib, yo'q, o'chirib yuboradi. Haqiqiy tavba qilib Allohga qaytiladigan bo'lsa. Bunaqa marhamatli, bunaqa mehribon bo'lgan zotga yuzlanish kerak shuning uchun. Tavba qilish kerak, yuzlanish kerak.